Man City muxlislari orasidan Abduqodirning muxlisini topish uchun qancha vaqt ketadi? Ko'ramiz. Ko'p odamlar menga sen Husanovga o'xshaysan deyishardi. Shuning uchun bugun mening vazifam uning eng katta muxlisini topish. Lekin buning uchun avval City muxlislarini topishim kerak. Sening sevimli futbolching kim? Holland. Sevimli futbolchim bu Erling Holland. Menimcha Erling Holland. Bizda Hollandlar ko'payib ketdi. Senchi? Shu menda ham Holland, ikkita Holland. Man City'dagi sevimli futbolching kim? Men uchun Rodri. Hamma Holland yoki Rodri deyotgandan vaqtim tugay boshladi. Hatto City avtobusi ham keldi. Husanov esa ichkarida. Shu payt men 4 kishilik guruhga duch keldim. Sening sevimli City futbolching kim? Marmush. Mayli, senchi? Phil Foden. Senchi? Cherki yaxshi tanlov. Senchi? Natanaki yaxshi. 4 ta turli javob, lekin yana Husanov yo'q. Menda faqat bitta intervyu uchun vaqt qolgandi. Manchester City'dan sizning sevimli futbolchingiz kim? Husanov? Ha, rostdanmi? Nega yo'q? Biz aynan Husanovni yoqtiradigan odamni izlayotgandik. Yaxshi. Katta rahmat. Nima deb o'ylaysan, unga o'xshaymanmi? Yo'q. Chin ursin, buni kutmagandim va bizga bu odamni topish uchun 1 soat 3 daqiqa vaqt ketdi.